Nodir aka tushing endi bir. Darvozani obzorini qilib bering. Abdullah boshlavardingizmi? Boshlavdik aka. Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Xudo xohlasa mana navbatdagi darvozamiz o'z o'rniga suratga qilib, qo'lni surat jarayonlarini yakunlab oldik. Bu darvozamiz o'zlaring ko'rishlari mumkin. Tojikiston Respublikasi Dushanbega olib kelib o'rnatib berdik. Boyalar qo'l yakunlab oldik. Bu darvozamizni qisqacha obzorni qilib bersam, darvozamiz razmerlarga kelsak 380 eniga 330 bo'yiga bo'lgan. Alohida perixatli eshigi bor. Perixatli eshigi 120 ga 230 bo'lgan. Bu darvozani materiallariga kelib to'xtalsak, materiallari past tomoni 10 ga 5 shivellar bo'lgan, yo'llari 12 ga 8 burus pul eng qalin pul varianti ishlatilgan. Darvoza 2 qavatli variant bo'lgan, 2 qavatli varianti ham qo'lni qalin, orqa oldi bir xilda bo'lgan. Ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt kraskada bo'lgan, GK2 giroji bilan aralashtirib turib, shu rangni keltirib chiqarilgan. O'ziga yarashgan palasalarda qilib berilgan. Bu fasad 2025, 2026, 2028, 27-yillarda ham xudo xohlasa trend bo'ladi degan umidamiz. O'ziga yarashgan profillardan rochka qilib berilgan, nerjevenkani toni palasa qilib tortib berilgan, palasa sifatida qora kraskadan palasa qilib berilgan. Darvoza skromni hech qanaqaligi bezak boshqasi yo'q. Uyga haqiqiy xonadonga yarashadigan darvoza. Chanirlariga kelsak, chanirlari ham pon o'sha 40 sm katta baquvvat chanirdan plank asosida ponni quyib berilgan. Xudo xohlasa shanirlar hamma yo'g'i joy-joyida. Darvozani orqa oldi bir xil hozir orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvoza xudo xohlasa nihoyatda chiroyli xonadon egalariga yoqdi. Alohida perixatli eshigimizga kelsak, perixatli eshigimiz 120 ga 230 aytib o'tganimdek. O'ziga yarashgan mana zamonlargacha qo'yib berdik. Ochib yopilishlar nihoyatda chiroyli. Buni ham xuddi o'sha qanday material kattaga ishlaganimizda, kichkinaga ham xuddi shunday. Yondonlari ichidagi qovurg'a profillari 10 ga burus profilda ishlatilgan. O'zini qalinligini hisob qilsak, mana qalinligi 10 sm. Bu orqa tomoni, oldi tomoni qanday bo'lsa, orqa tomoni ham shunday. Buni ham yondonlari, kesaklari katta qanday bo'lsa, shunday profil ishlatilgan. 12 profil, ponni burus profil qalin stenada oyog'ining tagi shivellar bo'ladi. Mana orqa tomonlar. Ochilib olishlar nihoyatda yengil. Bismillah. Mana katta darvozamizda mana xuddi shunday. Bu orqa tomoni, ko'rsatganimiz oldi tomoni. Sintirsam, hammaga qo'yib kelaman. Bir xil sintirmadi. Bismillah. Mana darvozamiz ochib yopiladi. Hech qanaqa og'irligi boshqasi yo'q. Yengil ochib yopiladi. Chiqaveradi. Yopib qo'yamiz. Darvoza aytgan joyda otadi. Xudo xohlasa, yurering o'ldirib berilgan. Darvozani qalinligiga e'tibor beringlar. Borib qalinligi, o'ta qalin, baquvvat. Ko'tarishlari nihoyatda kuchli. Xudo xohlasa, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Yesengil davlatlarga mutlaqo bepul olib borib o'rnatib, shunday qilib joylab beramiz. Uy, mashina, darvoza hammasi nihoyatda chiroyli did bilan qilinayapti. Xudo xohlasa, sizlarga ham shunday darvoza, mashina, uylar nasib qilsin. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, qo'yib qo'yilgan nomerlarga ishonchli holatda olib borib o'rnatib ustunlikka qilib beramiz. Agar videoyimiz, darvozamiz yoqqan bo'lsa, bir dona layklayni, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli darvozalarni xudo xohlasa olib borib ustunlikka qilish sizlarga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mashinani qarang, 555 55 55 55 55 55 55. Bu yoqqa keling endi. Bu 55 55 55 dan 10 ta ekan. Yana bitta 55 55 55. Gap so'z yo'q. Aka-ukalar 10 ta, 12 ta aka-uka bir xilda 55 55. Chunki ish 5 bo'lsin deb turib 55 55. Har qanday ishimiz 5 bo'lsin degandir. Biz endi ketaveraylikmi? Ketdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ya, ketdingmi?